Assalomu alaykum aziz muxlis. Yevropa mamlakatlari Ukrainaga 20 milliard yevrolik harbiy yordam paketini tayyorlamoqda. Buyuk Britaniya Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llamoqchi. Yevropa davlatlari Ukrainaga kamida 20 milliard yevrolik harbiy yordam paketi ustida ishlamoqda. AQShning Rossiya bilan yaqinlashish fonida Kiyevni qo'llab-quvvatlashga harakat qilmoqda. Paketga xususan artilleriya snaryadlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, raketalar kiradi. Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish bo'yicha sa'y-harakatlar Yevropa diplomatiyasi rahbari Estoniyaning sobiq bosh vaziri Kaja Kallas tomonidan ma'qullandi. Suhbatdoshlarning ta'kidlashicha, yordam katta ehtimol bilan ayrim davlatlar, birinchi navbatda Vengriya qarshiligini hisobga olgan holda, Yevropa Ittifoqining rasmiy paketi emas, balki alohida a'zo davlatlarning birlashgan badallari shaklida taqdim etiladi. Shu bilan birga bir necha bor oldin Yevropa Ittifoqi Ukrainaga kamroq miqdorda 6 milliard yevrolik harbiy yordam paketi berishga tayyorlanayotgani haqida xabar bergan edik. Ma'lumotlarga ko'ra, Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun yangi paket haqida e'lon qilmoqchi. Bu Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan 3 yil to'lgan kuni e'lon qilinishi taxmin qilinmoqda. Bundan tashqari, London Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar e'lon qilishni rejalashtirmoqda. Yana bir qo'llab-quvvatlash chorasi Rossiyaning iflos pullarga qarshi kurashning yangi sxemasi bo'ladi.